Assalomu alaykum aziz подписчикларым, yaxshimisizlar? Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun tutgan ro'za yeylik. Hammaniki o'tsin. Qabul bo'lsin deydi-yu. Qabul bo'lsin. Bugun shu agar YouTube'dagi videolarim ko'rgan bo'lsanglar, somsa qildim ertalabdan, bo'g'irsoq qildim, kompot qildik. Hozir oshimni zirvagini solib qo'yibman. Soat bizda 3:30. Mol go'shti, ozgincha qo'y go'shtimiz bor edi. O'sha dumba, ani yog'im, bo'g'irsoqim yog'i, tiniq yog', sitadan o'tkazib soldim shunda ham. Kakras bitta oshli yog' chiqdi, o'shani ishlatdim. Bedana tuxum kecha hech qayerdan topa olmadim, hech qayerdan, absolyutno magazinlardan topa olmadim. Yaqinda xo'jayinni tashlab ketdilar. Bedana tuxum tokdan qildik. Yana ustiga kech payt bir nimalar qo'yamiz. Oyijon bilan xojam rasayam tok osh yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun har safar iloji boricha har safar tok osh qilgin deydilar. Shunaqa gaplar. Ko'pchilik o'zi o'tgan safar ustalarga qilgan oshimni ko'rib yozishgan ekan, osh qilinishini ham tashing deb. Hech qanaqa sir asrorini bekitganim yo'q. Shundoq videoga olib qo'ydim. Faqat qo'rilib, birpas qo'rib turadi. 5-10 minut shunaqa joylarni bo'lib oldim. Nima solgan bo'lsam, tuz, zira, keyin katta oshlar sariq sonlardi, shu nomi nima edi? Zarchivami? O'shanaqa soldim. Bo'ldi. U ham bir kichimdan katta qozonga ag'darib oldim oshimni, chunki sig'madi. Hali toki bor edi. Kichkina qozonimga sig'mas ekan. O'zi 2 kilomi oshdan nima? Lekin sig'mas ekan. Pastdan qozonimni olib, bu qozon unaqa ekan demanglar. Birinchi marta bu qozonda qilishim men ham. Hech ishlatib ko'rmaganman bu qozonni. Oyijonning qozonlari. Keyin hali kech paytroq yana dimlanishlarini ham qo'yaman agar ulgursam. Chunki o'sha katta qizim bog'chadan keldi, ikkita bola bilan sal qiyinroq. Instagram ochdim azizlarim. Instagramimga ham a'zo bo'lib tomosha qilib tursanglar xursand bo'lardim. Bilaman kimgadir yoqmayapti, bilaman kimgadir yoqyapti. Endi nima deysizlar? Biz ham el qatori qolmaylik videolarimiz. Rahmat kuzatayotganlar uchun, chiroyli kommentariyalar uchun rahmat. Like va podpiska tashlashni unutmanglar. Rahmat.